Hey, what's up guys? Welcome to our channel. Assalomu alaykum. Bizni Opus Learning Center kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Timur Malik va bugungi bizni rubrikamiz Essential Phrases rubrikasi bo'yicha yangi iborani, ya'ni yangi temani o'rganishni boshlaymiz va bugungi bizni iboramiz ants in your pants bo'ladi. Yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, bugungi iboramiz ants in your pants bo'ladi. Bu iborani men har doimgidek o'sha videolarimda ozgina o'sha tarixi bo'yicha gapirishga harakat qilaman, lekin bu iborani tarixi bo'yicha hech qanday ma'lumot topilmadi. Aytilishi bo'yicha bu shunchaki taqqosiy ma'noda o'sha amerikaliklar tomonidan taqqosiy ma'noda olingan ibora hisoblanar ekan. Ya'ni umuman tasavvur qilamiz, buni o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsak, shimdagi chumolilar ma'nosini beradi. Ya'ni tasavvur qiling, siz ishingizda chumolilar, siz qanday holatga kelasiz? Ya'ni umuman olganda buni tasavvur qilganingizda bu iborani o'zi ma'nosi kelib chiqadi. Ya'ni xotirjamsizlik, sabrsizlik va bir joyda tura olmaslik hislarini siz o'sha chumoli sizni ishingizda bo'lganda shu hislarni siz his qilasiz. Ya'ni bu degani umuman olganda fraza shu ma'noni bildiradi. Ya'ni xotirjamsizlik, bir joyda tura olmaslik yoki umuman sabrsizlik ma'nolarida keladi. Bu iborani umuman kelib chiqishi ba'zi bir misol uchun qisqa metrajli filmlarda, ba'zi bir o'yinlarda ishlatilgan ekan. O'shani hisobidan o'sha filmlardan va o'yinlardan kelib chiqib, bu Amerikani o'zini o'sha hozirgi zamonaviy madaniyatida juda ham qattiq o'rin olgan, ya'ni o'sha joylashib borgan shulardan keyin. Misol tariqasida aytishimiz mumkin, 1936-yili qisqa metrajli film Ants in Your Pantry qisqa metrajli filmida o'sha chumollar haqida bo'lgan bu filmda chumolilar hamma joyga o'sha xaos keltiradi. Odamlarga o'sha xaos keltirganning hisobiga bu ham o'sha ayni o'sha xotirjamsizlik yoki shunga o'xshagan ma'nolarda ishlatilgan, umuman tasvirlab berilgan. Shuni hisobiga ham bu ibora sekin astalik bilan o'sha ayni shu ma'nolarda ishlatilishni boshlagan. Undan tashqari 1969-yilda Ants in the Pants degan o'yin bo'lgan ekan. Ya'ni buni yosh bolalar o'yini hisoblanar ekan. O'sha plastik chumolilarni shimni ichiga o'sha otib tushirish, ya'ni shimni ichiga tushirish o'yini bo'lgan va ayni shu o'yin va shu kabi qisqa metrajli filmlardan keyin bu ibora yanada ommalashgan va yanada o'sha Amerikani o'zini o'sha madaniyatiga yana bir qo'shimcha fraza sifatida qo'shib borilgan aytilishicha. Va bugun biz hozir sizga yana bir qisqa metrajli sahna ko'rinishini ko'rsatamiz. Bu ibora ishtirok etgan va tomosha qiling. Menimcha bu iborani ishlatilishi va bu videodan keyin siz yana ham ibora to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Ketdik. Hey, team, are you okay? You look nervous, like you have ants in your pants. Oh, I'm waiting for my IELTS results. That's why I cannot stay calm. No worries. Hopefully, everything will be all right. Maybe, but I think I made a lot of mistakes in reading portion, I'm telling you, stay calm. Even if it didn't go well, it's not the end of the world. Azizlar, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz va albatta agar sizlar bizning kanalimizga Opus Learning Centerga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, albatta a'zo bo'lib qo'yish yodlaringdan ko'tarilmasin. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr va guys, stay on track.